O'shda Lenin haykali buzib tashlandi. Rossiyaning javobi qanday bo'ladi? Qirg'izistonda Markaziy Osiyodagi eng baland Lenin haykallaridan biri O'sh shahridagi haykal buzib tashlandi. Ushbu haykal O'sh shahar hokimligi qarori asosida olib tashlangan. Shahar hokimligi matbuot xizmati hozircha haykal boshqa joyga ko'chiriladimi yoki butunlay yo'q qilindimi degan savolga javob bermagan. Leninning ushbu haykali Markaziy Osiyo va butun dunyodagi eng baland haykallardan biri bo'lib, uning balandligi 25 metr edi. Haykal 1975-yilda o'rnatilgan. Kursiv nashrining yozishicha, ushbu haykal yillar davomida O'sh aholisi orasida bahs-munozaralarga sabab bo'lgan. Ayrimlar uni buzishni talab qilgan bo'lsa, boshqalar uni tarixiy madaniy meros sifatida himoya ham qilgan. Poytaxt Bishkekda bunga o'xshash haykal 2003-yilda Aloto maydonida olib tashlanib, Milliy tarixiy muzey binosi orqasiga ko'chirilgan. Ushbu haykal 1984-yilda Qirg'iziston Sovet Sotsialistik Respublikasi tashkil topganining 60 yilligi munosabati bilan o'rnatilgan edi. Rossiya nashrlarining yozishicha, Qirg'izistonda bunday harakatlar amalga oshirilayotgan bir vaqtda Rossiyada sovet yetakchilariga bag'ishlangan yangi haykallar ochilmoqda. Yana bir qator ommaviy axborot vositalari bu harakatni tarixga bog'lab, do'stlik bog'ichining uzilishi deb ham izohladi.